Assalomu alaykum gulshadalari. Bugun 14-mart 2025-yil. Bugungi narx-navolar bilan tanishtirib o'taman. Bugungi narx balki 5-6 kundan keyinga ta'sir qilmas. Shuning uchun bugungi kungi sanani aytib o'tdim. 5-6 kundan keyin o'zgarishi mumkin, yo qimmatlashishi mumkin yoki arzonlashishi mumkin. O'sha paytda aloqaga chiqsalaring ham bir qator narxlar tushuntirib qo'yamiz. Lekin hozir yangi narxini tanishtirib o'taman. Birinchi shefleradan boshlaymiz. Shefleralar galovka, bakovoy emas. Hammasi galovkalar. Mana shunaqangi holatda. Bular 10 mingdan 9 ming qilib beryapmiz. 10 ming, 9 ming qarab holatiga qarab, katta kichikligiga qarab beryapmiz. İçinden tanlab olaverasizlar. Fikuslarimiz qizil voyenniy sorti. Bular 15 mingdan. Bakovoy bular. Galovka emas. Fikus buketni sortlarimiz. Bular ham 15 ming so'mdan. Bular ham bakovoy. Fikus qora shahzoda gullarimiz. Shu holatda. Bular ham bakovoy, bular ham 15 ming so'mdan. Mana shunaqangi holatda bular. Kichkinalari bor. Shunaqa razmerdagilarimiz 10 ming so'mdan. Bulardan ko'ra kichkinaroq. Shunaqa razmerlar 10 ming so'mdan. Buketnilarimiz ham shunaqa razmerlari 10 ming so'mdan. Yana bir eslatib o'taman, bu narxlar shu kungi narxlar hisoblanadi. Endi bu kratonlarimiz 32 mingdan. Hamidoriya palmalari 22 mingdan. Telefon qilishyapti. Archa gullarimiz shunaqangi holatda. Har xil razmeri bor. Bu yerda katta razmerlari ham bor, kichkina razmerlari ham bor. Katta razmerlari shunaqa holatda. Bularimiz narxi 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha razmeriga qarab. Hammasi bir xil razmer bas, aralash. 50 mingdan 100 minggacha. Bu yerda ham fikus bakovoylarimiz bor. Bular sal kattaroq. Haliga 15 ming ko'rsatganimdan ko'ra bular kattaroq. Bular 18 mingdan 20 minggacha holatiga qarab. Kattalari ham bor ichida.
kichkinalari ham bor. Bunday boshlarda kattalari ham bor. Bu traditsiyalarimizni o'zimiz qalamcha qilib ko'kargandan keyin sotishni boshlayapmiz. Bularni ham qalamcha qilib yuboramiz. Bular yerda. Bulardan tayyor ekilgan holatini hozir ko'rsataman, narxlari bilan tanishtiraman. Mana papirtniy gullarimiz bor. Papirtniy gullarimiz 20 mingdan boshlanadi. Bular ham holatiga qarab. Shunaqa holatlari ham bor. Bu ikkinchi sort deyiladi. O'rtacha bo'lib o'sadi. Uzun ham bo'lib ketmaydi, kalta ham bo'lmaydi. Ikkinchi sortidan bu. Xudo xolasa yaxshi qaralsa, bu ham chiroyli narsa bo'ladi. Bular kichkinalar ekan. Shunaqalarini 15 ming, 20 ming qilib berishyapti. Osma gullarimiz bor. Bular o'rnashib o'sishni boshlagan, katta-katta bo'lib qolgan. Bu osma gullarimiz 22 ming so'mdan. Xudo xolasa hozirgi paytda sotuvdagi gullarimiz shular. Bu yerda qalampir gullar ham bor. Bular endi meva ushlashni boshladi. Mevalari ko'payib ko'rinib qolsa, bular ham sotuvga chiqadi. Fix bakavoychalarimiz endi tayyor bo'lyapti, bak chiqarishni boshladi. Bularda peresatka qilib qo'yganmiz. Bular ham endi sotuvga chiqadi. Sal katta bo'lib ko'zga ko'rinadigan bo'lib qolsa, keyin sotuvga chiqaramiz. Pastda defenbaxiyalar bor. Bular 20 ming so'mdan. Bular Xitoy sort, ya'ni pakana bo'lib o'sadigan sortidan, shoxlaydigan sortidan. Gallant emas. Mana pastdan boshlab shoxlaydi. Kichikroq bo'lib o'sadi. Katta bo'lib ketmaydi. Ayol baxt gullarimiz ham oz qolibdi. Bularni 15 ming so'mdan beryapmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Optim narxlarda gullar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa arzon qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.